Salom, bugungi videomizda sizlar bilan soxta Instagram phishing bot yasashni ko'rib o'tamiz. Uni yasash juda oson va uni hattoki telefonda ham bemalol yasash mumkin. Bu dars ta'lim maqsadida yasaldi. Siz qanday qilib hakerlar tomonidan oddiygina phishing usulida Instagram ma'lumotlaringizni berib qo'yishingizni qanday qilib olishini ko'rsatish niyatida video dars olinmoqda. Uning uchun birinchi o'rinda Telegramga kirib olamiz va botfazerga o'tib olamiz. Botfazer bu botlar, barcha botlar yaratiladigan bot hisoblanadi. Telegramning o'zini maxsus boti. Botfazerda mana linkga kirib olasizlar va ilovani ochishga bosasizlar. Va bu yerdan create a new bot. Birinchi o'rinda botga nom beramiz. Masalan, Instagram rasmiy Instagram bot desak, about username'ga Instagram Instagram rasmiy bot deymiz va create bot. Bu yerda bizga token beriladi, uni copy qilib olamiz va edit bot info qismidan commandsga add comment start va descriptionga boshlash deb qo'yamiz. Bu yerda biz botimizga start buyrug'ini kiritdik. Endi edit info qismiga botga rasm yuklashimiz mumkin. Shuning uchun brauzerni ochib olib rasm qidirsak bo'ladi. Masalan, Instagram deydigan bo'lsak va kartinkaga o'tamiz. Instagramni copy image qilib olib bu yerga qo'yishimiz xo'sh. Save image as namiz va bu yerdan download qismiga Instagram logo deb qo'ysak bo'ladi. Bizda Instagram logo yuklandi. Endi download qismiga o'tib qayta qaraydigan bo'lsak, botga all files va Instagram logo bot tayyor. Endi description botning tepa qismiga ushbu bot Instagram uchun maxsus yaratildi deb qo'yamiz va update. Endi tokenni copy qilib olamiz va Telegramga kirib menu builder botga o'tamiz. Mana bot linkka va kirib start buyrug'ini beramiz. Botlarni boshqarish, agar sizda bot tili o'zbekcha emas, ruscha yoki mana shu tillardan birida bo'lsa yoki siz botni rus tiliga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, len ru degan buyruqni beramiz siz va bot tili rus tiliga o'tadi. Agar o'zbekchaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, len uz deb yozasizlar. Va shunda bot o'zbek tiliga o'giriladi. Botga kirgandan so'ng bu yerdan botlarni boshqarish va menu bot qo'shishga kirib, bu yerda bizga tushuntiryapti nima qilishdi va hokazo, va oxirida bizga bot tokenini yuboring deyapti. Bo'ya olgan tokenimizni jo'natamiz botga va bizning botimiz tayyor. Mana bot. Endi botga rasm qo'yamiz. Profil, download Instagram logo, saqlash va botga kirib start beramiz va bot tilini o'zbekchaga o'tkazib olamiz. Mana bizda boya start komandasini kiritgan edik va shunda boshlash chiqdi. Endi botga kirdik va qanday qilib asosiy qism bot orqali Instagram ma'lumotlar olishni ko'rsatib o'taman. Albatta bu ta'lim maqsadida, bu noqonuniy aslida. Lekin qanday bo'lishini tushunish uchun ham buni ko'rsatishim shart emas, kerak. Buning uchun tugmalar muharrirga bosamiz va tugma qo'shishga bosib taken followers deymiz va endi bu yerdan taken followers degan tugmaga bosamiz va xabarlar muharriri savol qo'shish, yagona javobli savol bu yerga kiritamiz va yana savol qo'shish, yagona javobli savol va xo'sh.
Instagram parolingizni kiriting va oxirida xabar qo'shish. Sizning so'rovingiz qabul endi tekshiradigan bo'lsak, botga kiramiz va bu tugmani o'chirib tashlasak ham bo'ladi, o'chirish. Mana ham to'xtatamiz. Endi botga kirdik, tasavvur qilamiz va tekin followersga bosdik. Bu yerdan bizni emailni so'ramoqda, hack@gmail.com. Endi Instagram parolingizni kiriting. 123 kuchukcha test parol deydigan bo'lsak, mana bizga xabar keladi. Sizning so'rovingiz qabul qilindi. 24 soat ichida sizga 100 followers tushadi va biz botning egasimiz, bizga quyidagi ma'lumotlar keladi. Tekin followers tugmasi, foydalanuvchi mana shu, biz haqimizda ma'lumot va foydalanuvchi ID'si, referallari, uni emaili va paroli.